Assalomu alaykum qadrli YouTube muxlislari va Payanlik.uz kanalining obunachilari. Bugun sizlarga yana bitta dahshat obzorimiz bor. Bu 400 kvadratlik uyimiz 2 etajlik bo'ladi. Bu obzorni sizlarga Instagramda oxirgacha ko'rsataman deganman. Shuning uchun iloji bo'lsa video uzun bo'lsa ham uzoqlashmanglar. Shu videoni oxirgacha ko'rsalaring, ancha-muncha narsaga ega bo'lasizlar. Mobodo uy quryapman deganlaring bo'lsa, mana shunaqa sistemalardan foydalansalaring bo'ladi. Hozir men kirib kelayotgan joyim bu hol, teplый pol qilganmiz va radiatorni sistema qilganmiz. Radiatorni sistemamiz luchevoy hamda har bitta xonani ichida o'zini komnatniy termostati bo'ladi. Havo haroratiga batareykamiz o'chadi. Teplый polimiz yer haroratidan o'chadi. Xudo xohlasa, hozir bu uyni bitirib, apresovkaga qo'yib, havolarni berib qo'yganmiz. Erta indin stяжкаchi kelib, Xudo xohlasa, stяжкасini quyib ketadi. Shuning uchun sizlarga hozir obzorini qilib olay dedim. Birinchi kiradigan xonamiz bu mehmonxona bo'ladi. Bu yerda mehmonxonada ko'rayotgan bo'lsalaring, bir 15% teplый pol qilinmagan, prosta devorlarning chekasi uteplit qilingan. Bu yerda o'zbekcha so'ri bo'ladi. 30 sm nulevой stяжкаdan tepada bo'ladi. Qolgani esa общий, bu yerda katta stol turadi, teplый pol общий qilingan. Uyimiz dizayner orqali bo'lgan, shuning uchun aytganicha qilingan, lekin sistemani o'zimiz taklif qilganmiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaringiz, radiatorlarimiz 40 sm, tapchan yo'q joyida 500 deyiladi, endi 50 sm bo'ladi. Также bu xonada ko'rayotgan bo'lsalaring, komnatniy termostat turibdi. Komnatniy termostatning afzal tarafi, ko'rayotgan bo'lsalaringiz, ikkita simi bor. Bittasi teplый poldiki bo'lsa, bittasi radiatordiki bo'ladi. Nima uchun bunday qilinyapti? Shetdagi havo harorati batareykani o'chirsa, bitta simi yerni o'lchab, teplый polni ham o'chirishga tayyor bo'ladi. Nimaga deganda, hozirgi bu katta uylarda juda ham energiya zavisimiy bo'ladi. Shunaqa prinsipialniy qo'yilayotgan narsalar, komnatniy termostatlar bu yomonlikka emas, bu yana дополнительный opsiya deb o'ylamanglar. Bu uyda balandligini olsak, mana hozir patologini ko'rsalaringiz 4 metr, ikkinchi etaji esa 3,5 metr toza bo'ladi. Shuning uchun mana shunga qaror qilganmiz. Endi qaranglar, eng qiziq joyini sizlarga aytib beraman. Bu uyda fundamenti juda ham balandligi bo'lgani uchun, endi podvali yo'q, общий объемda olinganda juda ham katta ob'yom bo'ladi. Shuning uchun birinchi etajga qaror qilganmiz Pinaplex izolyatsiyani 5 sm qilishga. Bu nima uchun qilinyapti? 5 sm, chunki po perimetri juda ham fundamentimiz baland. Chamasini aytyapman. Shuning uchun sizlarga maslahatim, agar katta-katta uy qurayotgan mijozlar yo qilayotgan ustalar bo'lsa, mana shunaqa polni ham issiqligini hisobga olinglar. Yanagi xonamiz kuxnya bo'ladi. Xudo xohlasa, mana kuxnyaga ham yetib keldik. Kuxnyani obzorini har safar bilasizlar qanaqa bo'ladi. Mana yerda mebel bo'ladi. Также kanalizatsiyani o'zbekcha variant qilganmiz, 100 lik, chunki yog'li ovqat ko'proq yeyiladi bizda. Issiq suv, sovuq suv. Buni resirkulyatsiyasi yo'qligi sababi orqasida banyasi bor. O'sha yerdan issiq suv qaytadi. Xuddi shunday bu xonada ham ikkita oynaning tagiga ikkita radiator qo'yilgan va komnatniy termostat qo'yilgan. Uyimiz 2 etajli bo'lgani sababi, kvadraturasi katta bo'lgani sababi, отопление sistemamiz va hamda teplый pol sistemamiz shunaqa qilingan nisko temperaturli sistemaga. Nimaga deganda,
bundaqa oddiy variantlar hozir qilinadigan bo'lsa, yacheykasi 20 qilsak ham bo'ladi, lekin biz buni 15 qilganmiz. Nima uchun? Niska temperaturni. Ertaga egasi mobodo gaz bilan muammo bo'lsa, bemalol teplovoy nasos qo'ysa bo'ladi. Hozirgi kunda eng reklama bo'layotgan narsalardan bittasi radiatorlarni ham mana ko'paytirganmiz. Teplovoy nasosda ishlash prinsipini hamma bilsa kerak. Teplovoy nasos mayda gradus beradi. Zato o'sha sistemani shunga to'g'rilab borish kerak. Xudo xohlasa endi bu uyda undaqa bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda gazimiz zo'r. Mobodo degan joyiga hozirgi teplovoy nasoslar egasi xohlab qolsa, yozda sovutaman, qishda isitaman desa, o'sha sistemani shunga o'zi moslashtirib qo'yganmiz. Navbatda zalimizga beramiz. Zalimizning ichidan основной hamma trassalar o'tgan. Ko'rayotgan bo'lsalaring, zalimizni kattaligini ko'ryapsizlar. Bu 9,5 metrga 5 metr. Yana 3 ta oynasi ham bor. Hamda kotelnimiz, qozonxonamiz shuni orqasiga joylashadigan bo'lgan. Qarasalaring, mana hamma trassalar chiroyli bo'lib shaqqarab chiqib ketgan. Operator ko'rsating hammasini. Bu yerda ancha-muncha truba bor. Ikkinchi etajdagi esa ko'rayotgan bo'lsalaring, ikkinchi etajda kollektorning sistemasi teplый poldagi основной chetdan chiqib ketgan, luchovoyi dushni ichidan chiqib ketgan. Nimaga deganda uzunligi shunga bizga mos kelgan. Bu yerdagi sistemani ko'rayotgan bo'lsalaring, yonini zmeyka qilganmiz, po perimetru. Mana bu mundaqasiga po perimetru zmeyka bo'lgan, qolganlarini hammasini ulitka qilganmiz. Hamda bu xonada ham ko'rayotgan bo'lsalaring, komnatniy termostat uchun ikkita sim tashlanyapti. Bu degani havodan radiator o'chadi, yerdan teplый pol o'chadi. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, sizlarga hozir spalniyaga boramiz. Spalniyada zo'r narsalarni ko'rsatib beraman. Dushi bilan. Dushni qandaqa sistema qilganmiz. Bu hozircha ko'pincha men hali ko'rmadim. Чтобы hech qaysi videoda может kimdir o'zi qilayotgandir. Lekin biz buni video qilib birinchi marta tashlab beryapmiz. Mana Xudo xohlasa birinchi qavatimizda ko'rgan bo'lsalaring, 3 ta xonaga kirib chiqdik. Bu mehmonxona, bitta katta zal и kuxnya. Endi отдельно bitta spalnyasi bor, garderobi bor и hamda o'zini lичный dushi bor. Gigiyena tam qanday desa bo'ladi? Sanuzel deydi, o'zbekchasiga dush deydi. Xullas kalom hozir tanishinglar. Qanaqa qiziq voqealarni sizlarga aytib beraman. Bu narsani hali hech kim ko'rsatmagan. Bu birinchi marta men rosa ko'rdim. Bu videoni qilishdan oldin sizlarga hozir yetkazib bermoqchiman. Birinchi kirib keladigan joyimiz bu garderob bo'ladi mana. Garderob bo'ladi. Bu yerda teplый pol qilingan, и bu yerda dushni eshigi bor. Hozir bunga qaytamiz. Основной urg'uni hozir biz teplый polga beraylik, и radiatorga spalniyaning ichida. Qaranglar, bu xozayskiy spalnya bo'ladi. Batareykani qaranglar, qanday katta. Основной отопление, men boya aytganday, teplovoy nasos ham ishlatsa bo'ladi, ham gazimiz bo'lsa, niska temperaturni sistema qilingan. Ko'rayotgan bo'lsalaring, perimetrda 10 tashalgan, bu yoqda o'rtada esa 15 ga 15 ulitka tashlangan. Hamda bunda ham datchik turibdi. Buni sabablaridan bittasi hamma joy qilingani, ko'plari aytadi, mebel tagi kerak emas. Yana bir marta eslataman, bu uyning fundamenti juda ham baland, 1.20, ichi to'la tosh. Shuning uchun 5 lik pinaplex qo'yib, ob'yom bo'yicha hisoblanadi. Bitta xonaniki hisoblanmaydi, ves uydagi hisoblanadi. Shuning uchun 25 metr fundamenti uzunligi. Shuning uchun shuni hisobini olganmiz. Agar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, qolgan hisob-kitoblarni men sizlarga hisoblab kommentariyada berishim mumkin. Endi navbat bizda sanuzelimiz, также dushimiz deymiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, teplый pol
qilingan bu sanuzelda bitta qo'l yuvgich bo'ladi, bitta dush bo'ladi, bitta unitaz bo'ladi hamda gigiyenический kichkina dushcha unitazni oldida полотенцесушитель. Полотенцесушитель. Endi bu teplый pol bilan полотенцесушитель Xudo xohlasa boya men sizlarga aytdim, yangilik qilganmiz deb bu birinchi qavatniki отдельно bunga trassa tortib kelganmiz. Kotelnidan 4 talik kollektor qo'yganmiz. 4 talik kollektor qo'yganimiz sabab yonida yana bitta dush bor, общий, uni ham hozir ko'rsataman. Bitta kontur teplый polga ishlaydi, ikkinchi kontur полотенцесушительga ishlaydi. O'shanda kuzda ham, bahorda ham Xudo xohlasa bu dushlarda issiqqina bo'ladi, mazza qilib yosh bolasi bo'lsa cho'milib bemalol ishini qilaveradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, dushimiz antiqa ravishda qilingan, mana buyog'i bunday qilib yopiladi, shaxta bo'ladi. Nargi tarafda ham, bu devorning orqasida ham dush bor. Ko'rayotgan bo'lsalaring, kanalizatsiyalarimiz ikkinchi etajdagi, ikkinchi qavatdagi общий потолочный qilingan. Также ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa sistema qilingan. Qadrli do'stlar, общий dushimizga qaranglar nima qilganmiz. Bu yerga luchovoy kollektorimizni qo'yganmiz, чтобы yanada issiq bo'lsin qishda deb. Hamda bu yerda teplый poli bor. Boyagi nargi dushni orqasidan kelayotgan teplый poli va bu yoqda полотенцесушитель qo'yilgan. Также bu yerda общий bo'lgani uchun bitta avtomat mashinka qo'yilgan. Qo'l yuvgich, unitaz va dush. Hozir xuddi shundaqa zerkalniy ikkinchi etajda ham shunday qilingan joyini ko'rsatib beraman. Основной sistemamiz, dushlarimiz nimaga e'tibor berganmiz? Bahorda ham, kuzda ishlash uchun. Bu uyimizda ikkinchi qavatga ko'tariladigan lesnitsamiz bor. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, hamda lesnitsani buyog'idan o'tadigan joy, bu cho'rni xod, bu orqaga hovliga o'tadigan joy. Lesnitsani tagiga teplый polni kollektorini qo'yganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, hamma simlar bu yoqqa kelib to'xtagan. Bitta radiator qo'yganmiz. Bu yerda bizda eshik kichkina emas, hozir ko'rsataman sababini nima uchun. O'nlik qilib, zmeyka qilib teplый pol ham tashlangan. Sababi bu yoqda перемычка yo'q. 370 eshikda balandligi podyezdga qo'shilib ketgan. Shuning uchun mana shundaqa narsaga teplый pol hamda batareya qo'yishga qaror qilganmiz. Xudo xohlasa mana bu birinchi etajimizning holi juda ham katta, lekin biz hozir buni stяжкаdan oldin kordonlar bilan yopganmiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, batareykani upakovkasini ham shunday chiroyli qilib ishlatganmiz, чтобы teplый polga zarar yetkazmasligi uchun. Shuning uchun ko'rinmayotgan bo'lsa, ming bor uzr. Mana ikkinchi qavatga chiqayotgan zinamizda qarang, yo'lida boyagi birinchi etajda ko'rsatgan eshigimizning qolgani, hamda yana bitta katta oyna. Shuning uchun yana bitta radiator qo'yishga bu yoqqa qaror qilganmiz. Chunki teplopoteriya juda ham katta. Bu yoqda ikkinchi etajga navbatni beramiz. Ikkinchi etajimizda mana ko'rsalaringiz bitta holni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa? Naryoqdagi eshik bu balkonga chiqadigan joy. Mana birinchi etajdagi eshikka nisbatan bu undan ham baland. Bu oynalik bo'ladi. Hamda bu ikkinchi etajimizda bitta spalnyamiz bor, взрослый. Qolganlari детский spalnya bilan dars qiladigan joyi игровой zonalar bo'ladi. Birinchi kiradigan joyimiz mana Xudo xohlasa bu yerda детский xona bo'ladi. Sizlarga hozir bir ikkita noodatiy variantlarini ko'rsatib beraman. Dizayner nima qilgan? Qaranglar, birinchidan oynani ko'ryapsizlarmi? Podokonnigi qanaqa katta? Chunki biz ikkinchi qavatdamiz. Podokonnigini katta qilgani sabab yosh bolalar eshikni forchkani ochib chiqib ketmasligi uchun shu taraflarda ham o'ylagan ekan. Endi bu xonaga kelsak, bu xonada ham xuddi shunday
havo harorati bo'yicha комнатный termostat ishlaydi и yer haroratini ham ishlaydi. Bu yerda teplый pol qilingan, bitta katta radiator qo'yilgan. Birinchi xonamiz Xudo xohlasa tarsivoy bo'lgani uchun buni ham radiatori katta qilingan. Birinchi, ikkinchi qavatimizda hovlida koridorimiz deymiz. Ularda har bitta koridorda mana shunaqa teplый polda только bu yerda radiator o'chmaydi, только teplый pol o'chadi. Shuning uchun simi bitta. Bu yoqqa qo'yganimiz sabab bu комнатный termostatni bu yoqda skvoznak aylanib nariyoqqa yurganda naraqlarni o'chirib tashlamash kerak. Shuning uchun qaror qilganmiz комнатный termostatni lestnitsani oldiga qo'yishga. Endi yana bitta detskiy xonaga kiramiz. Bu игровой zona bo'ladi. Bu ham xonamiz tarsivoy. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bitta katta radiator teplый pol qilingan, комнатный termostat qo'yilgan. Hamda bu xonadan boyagi birinchi qavatda ko'rgan trassalar kollektorlarga ketyapti mana. Отдельно qilganmiz. Buni joylashishini ko'ringlar. Ustida teplый pol o'tmagan, yonidan o'tib ketgan. Bu uyni proyektini qilayotganimizda har bitta mayda chudasiga ahamiyat berganmiz. Qaranglar, patologlari qanaqa baland buni. Ertaga bu narsa o'zgarib qolsa, energiya qimmatlashsa nima bo'ladi degan variantlarni ham hisobga olganmiz. Boya yana bir marta qaytaraman. Teplый polimizni 15 ga 15 qaror qilganmiz qilishga. Nima uchun 20 ga 20 qilsak ham bo'lardi. Bu uy ko'tarardi, lekin na будущее oldinda o'ylab niska temperaturni qilishga qaror qilganmiz. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Kimga bu narsa qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Men sizlarga tushuntirib beraman, qanday hisoblab qilib berishdi, yo bo'lmasa maslahatni tekin beraman sizlarga. Tak, yanagi xonamiz kichkinagina xona, bu kompyuter xona bo'ladi ekan. Bu yerda bitta kichkina radiator qo'yib qo'yganimizda hamda teplый polni kollektori chetga joylashgan. Qaranglar o'zlaringiz ham simlari bilan qo'yilgan. Комнатный termostat ham bo'ladi. Bu kompyuterniy zona bo'ladi. Shuning uchun batareykasi ham mayda, ham kollektorda issiqlik quvvatiga qarab shunaqa kichkinagina bitta radiatorcha qo'yib qo'yganmiz. Bu xonamiz tarsivoy, bu oynasi bu yoqdan yorug'lik ko'proq bo'lgani uchun bu yerda darsxona bo'ladi ekan. Shuning uchun ahamiyat beringlar, trassa qanday kelgan, bu uzoq bo'lgani uchun kollektorni bu yoqqa qo'yganimizda hamda teplый polda ham xuddi shu stilda tashlab yuborganmiz. Bitta radiator qo'yganmiz, комнатный termostati bor, kollektori ham shetda. Bu dars qiladigan xona. Endi buni egasini o'zini gaplari bo'yicha aytyapmiz. Xudo xohlasa bundan buyog'iga bitta spalnyamiz bilan, общий dush bilan spalnyani o'zini dushi qolgan. Birinchi etajda ko'rgan bo'lsalaringiz spalnyamiz xuddi shunaqa zerkalniy qilib ikkinchi qavatda ham qilingan. Mana garderobniy. Bu sanuzeli bu yoqda yotadigan joyi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bitta radiator qo'yganmiz, teplый pol qilganmiz. Bu ham tarsivoy, shuning uchun oynasi ham katta, radiatori ham katta. Hamda xonani o'chirib yoqish комнатный termostati ham shetda. Bunda ham ikkita sim bor, ham batareykani o'chiradi, ham teplый polni ham o'chiradi. Endi sizlarni dushga taklif qilaman. Mana Xudo xohlasa sanuzelimizga ham yetib keldik. Birinchi qavatda ko'rganlaring отдельно trassa tortilib, mana bu ikkinchi kollektor. Bu общий dush bilan личный sanuzel shetga moslashgan. Bahorda ham, kuzda ham ishlaydi. Boya men sizlarga aytdim-ku, noodatiy qilganmiz. Uy katta bo'lgani sababli mana shunaqa innovatsion решениyaga keldik, чтобы qishda ham, yozda ham, bahorda ham, kuzda ham xohlagan payti bu teplый pol bilan полотенцесушителda отдельно ishlatsa bo'ladi. Nimaga deganda ko'p ustalarimiz buni asosiy отоплениyaga ulab qo'yadi. Endi ko'pincha полотенцесушитель issiq suvga ulanadi, lekin bizda undaqa возможность yo'q. Bizda suvimiz ja undaqa toza emas. Shuning uchun biz
har safar o'zimizda viloyatimizda palatensiy sушителda harakat qilamiz отдельно ulashga. Agar uyda filtri yo'q bo'lsa, texnicheskiy suvni tayyorlaydigan. Endi ko'pincha odamlar bu narsani qilmaydi. Shuning uchun biz mana shu yo'liga o'tganmiz. Bu dushimizni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bitta dush bo'ladi, qo'l yuvgich bo'ladi, unitaz bo'ladi, gigiyena dushi bilan. Ikkinchi qavatda sanuzelli общий radiator sistemani kollektorini qo'yganmiz issiqroq bo'lish uchun. Общий bo'lgani uchun bitta avtomat mashinka qo'yganmiz, qo'l yuvgich qo'yganmiz, bitta unitaz dush qo'yganmiz. Nargi dushdan chiqarib teplый pol bilan bitta palatensiy qo'yib berganmiz. Bu общий sanuzelimizda kvadrati 10 kvadrat. Har bitta sanuzelimizda. Shuning uchun ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu kollektorlarga ham mana shu bejiz emas, issiqligini shetda qoldirishga eng issiq joyi shet bo'ladi. Shu bilan bizda uzunmi kalta videomiz tugayapti. O'zingiz qilgan ishlarga baho berasizlar. Ishonamanki, bizda proyektimiz egasiga ma'qul keladi. Bir qish o'tgandan keyin bizga fikrini aytadi. Kimga qanaqa maslahat kerak bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Hamda unutmanglar bitta qizartirib qo'yishdi. Bu mehnatlar sizlar uchun. Xudo xohlasa yangi obyektlarimiz yana bor. Sizlarga obzor qilishga tayyormiz. Instagramga kiringlar, payalnik.uz va YouTube kanalimizga har safar podelitsa qilib turinglar. Nimaga deganda ko'p insonlar hali bu sistemalarni yaxshi tushunmaydi. Men sizlarga katta obyektlardan manzarali qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.